لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Sure El-İmran tefsiri 110. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinden El-İmran suresi 110. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed ümmeti, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti, sizler insanlar menfaati üçün o'ttirg'i chiqarilgan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasaralar iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor. Ularning to'lisi fosiqlardir. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib qochadi. Ondan ularga yordam berilmaydi. Ularning qayerda bo'lmasin, Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganlaridan boshqalari xorliqqa petib qoldi. Allohning g'azabiga uchirdi. Muhtojlikqa cho'mdi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklari uchundir. Ularning Allohning farmonidan chiqib ketganliklari va Allohning cheklimasidan eshib ketganliklari uchundir. Payg'ambar alayhissalomning ummatining eng yaxshi ummat ekanligi va uning ortiqchiligi to'g'risida Alloh taolo Muhammad alayhissalomning ummatining eng yaxshi ummat ekanligidan xabar berib mundaq deydi: Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'a chiqarilgan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar kishilarga eng foyda yetkazadigan kishilar, chunki sizlar kishilarni islomga zanjirlar bilan bo'yinlaridan so'ragandek ilib kelisizlar. Shuningdek, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Atiya, Avfi, Ikrima, Ata va Rabi ibn Anas qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Sizlar kishilarga eng foyda yetkazadigan kishilardir. İmam Ahmad, Tirmizi ve İbn Majah'ning hadisida Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Sizlar 70 ummatni to'liqlig'uchidirsizlar. Sizlar ularning eng yaxshisi va Alloh taolaning nazarida eng hurmatliroqdirsizlar. Sheksiz bu ummat yaxshiliklarga eng burun yetish vositasiga o'zining payg'ambari Muhammad alayhissalom orqali erishdi. Chunki payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning mahluqotlarining eng esili va payg'ambarlarning eng hurmatlikidir. Alloh taolo uni ilgari o'tgan payg'ambarlarga bermagan mukammal va katta bir shariat bilan avatdi. Uning shariatida bo'lmagan kishilarning ko'p amallarimi uning shariatidagi kishining qilgan azroq amalining o'rnini bosolmaydi.
İmam Ahmad Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Manga ilgiriki payg'ambarlardan hech qaysisiga berilmagan narsalar berildi. Sahabalar, ey Alloh taolaning payg'ambari, u narsalar nima deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom, o narsalar shuningdan iboratki, kafirlarning dillariga qo'rqinch silish orqali menga yordam berildi. Ziminlarning ochqichi berildi. Men Ahmad deb ataldim. Tuproq menga pokiz qilib berildi va mening ummatim ummatlarning eng yaxshisi qilindi dedi. Said ibn Musayyab Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhisalomning mening ummatimdan 70 ming kishidan tashkil qilgan bir guruh yuzlari kechidagi to'lin oyning nuridek nurliq holatida jannatga kirdi deganligini angladim. Shu chaqda Ukasha ibn Mihsan Asadi degan kishi uchisidagi kiyimini ko'targan holatida qopib, ey Allohning payg'ambari, mening shularning qatoridan bo'lishim uchun Allohga duo qilsang dedi. Payg'ambar alayhisalom, ey Alloh, uni ularning qatoridan qilsang dedi. Ondan Ansarilarning ichidan bir kishi qopib, ey Allohning payg'ambari, meningmi ularning qatoridan bo'lishim uchun Allohga duo qilsang dedi. Payg'ambar alayhisalom, Ukasha sendan chaqqan chiqdi dedi. Payg'ambar alayhisalomning ummatining ortiqchiligini, u ummat Alloh taolaga eng hurmatlik va dunyo oxiratdagi eng yaxshi ummat ekanligini bayon qilib kelgan boshqa bir turdagi hadislar. İmam Ahmad Jabir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan mening ummatimdan menga ergashgan kishining qiyomat kuni jannatga kiradigan kishilarning 4dan biri bo'lishini umid qilaman. Shuning bilan biz Allohu akbar deb takbir etdik. Payg'ambar alayhisalom, men sizlarning jannatga kiradigan kishilarning 3dan biri bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Biz Allohu akbar deb takbir etdik. Payg'ambar alayhisalom, men sizlarning jannatga kiradigan kishilarning yarmi bo'lishinglarni umid qilaman dedi. İmam Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhisalom bizga sizlar jannatga kiradigan kishilarning 4dan biri bo'lishinglarga rozi bo'lmamsizlar dedi. Shuning bilan biz Allohu akbar deb takbir etdik. Ondan payg'ambar alayhisalom, sizlar jannatga kiradigan kishilarning 3dan biri bo'lishga rozi bo'lmamsizlar dedi. Ondan biz yana Allohu akbar deb takbir etdik. Payg'ambar alayhisalom, haqiqatan men sizlarning jannatga kiradigan kishilarning 4dan biri bo'lishinglarni umid qilaman dedi. İmam Ahmad Burayda radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: Jannat kiradigan kishilar 120 sap bo'ladi. Uning 80 sepi bu ummatdan bo'ladi. Abdurrazzaq Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz dunyoga eng oxirida keldik. Qiyomat kuni eng oldida kelamiz. Jannatga boshqalardan burun kiramiz. Lekin bizdan ilgir o'tgan kishilarga bizdan burun kitob berildi. Bizga ulardan keyin berildi. Qur'onda Alloh taolo o'z irodasi bilan ular ixtilof qilishib qolgan haqiqatga bizni boshladi. Ular juma kunida ixtilof qilishib qolgan edi. Musulmon emas kishilar juma kunida bizga ergashguchidir. U kunning ertasi, ya'ni shanba kuni Yahudilar uchundir. O'guni, ya'ni yakshanba kuni xristianlar uchundir. Bu hadislarning hammasining ma'nosi Alloh taolaning tövəndə kelgan oyatining ma'nosiga o'xshashdir.
ey Muhammed ümmeti, sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Bu ummatning ichidan bu sifatlar bilan sifatlangan kishi ular bilan birga mushu madhiya va maqtashlarning ichiga kirdi. Bu haqda Qatada mundaq deydi. Biz Ömer ibn Hattob radiyallohu anhuning bir hajda kishilarning oldirayotganligini ko'rib, ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan eng yaxshi ummatsizlar degan oyatini o'qiganligi. Ondan kimiki o'zining bu ummatdan bo'lganligi uchun xursand bo'lsa, u Alloh taolaning bu ummati bo'lgan shartini ado qilsin deganligini angladik. Bir kishi bu sifatlar bilan sifatlanmasa, Alloh taolo ayıplagan ahli kitoblarga o'xshab qoladi. Alloh taolo ahli kitobni ayıplab mundaq dedi. Ular o'zlari qilgan yomon ishlardan bir-birini to'smaydi. Shunga Alloh taolo bu ummatni bu sifatlar bilan maqtab bo'lib, ahli kitobni ayıplashga boshlab mundaq deydi. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasaralar iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor? Ularning to'lisi fosiqlardir. Ya'ni ularning ichida Alloh taolaga sizlarga tushirilgan Qur'onga va o'zlariga tushirilgan kitoblarga ishonadiganlar azdir. Ularning ko'p qismi ozg'inlik, kufrlik, fosiqlik va osiylik ichidadir. Musulmonlarning ahli kitob ustidan g'alaba qiladiganligiga berilgan xo'sh bishorat to'g'risida Alloh taolo mu'min bandalarga ahli kitob kofirlarning ustidan g'alaba qiladiganligini xabar berib mundaq deydi. Ular sizlarga azar berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib qochadi. Ondan ularga yordam berilmaydi. Amaliyotda shuningdek bo'ldi. Haqiqatan Alloh taolo Xaybar kuni Xaybardagi Yahudilarni xorladi va bosh ekkizdi. Shuningdek ulardan ilgari Madinadagi Yahudilardan Banu Qaynuqa, Banu Nazir va Banu Qurayza qabilalarining Yahudilarini bosh egdirdi. Shuningdek sahobalar Şamdaki Hristiyanlarni tarmar qildi va ulardan Şamning hukmronligini mangulik tortib oldi. İsa alayhissalom tushib Hristiyanning belgisi bo'lgan kiristni sundurib, cho'chqini o'ltirib, jizyani bekor qilib, islomdan boshqasini qabul qilmay va Muhammad alayhissalomning shariati bilan hukm qiluvchilik islom guruhi Şamda mangulik bo'ladi. Ularning qayerda bo'lmasin, Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganligidan boshqalari xorliqqa petib qoldi. Ya'ni ular qayerda bo'lsin, Alloh taolo ularga qutula olmaydigan xorliq va izilishni kutib etdi. Lekin ahli kitoblarning ichidan o'z dinida qilib jizya to'lashni va islom dinining hukmlarini yurgizishni qabul qilganlar yoki ahda tuzishganda va asrlarni bir taraf qilganda musulmonlardan birining kepilligiga o'tganlar xorliq va izilish tutilganlarning sirtida qoladi. Olimlarning bir rivoyatiga asosan musulmon qulmu ahli kitobga kepil bo'la oladi. İbn Abbas radiyallohu anhuma Alloh taolaning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Alloh taolaning bu oyatining ma'nosi haqida mundaq deydi. Ya'ni
Allah Teala ve kişilerden bulgan ehdi bilen digenlik boludu dedi. Yani Allah Teala ve kişilerden bulgan ehdi bilen digenlik boludu dedi. Mücahid, Ekreme, Ata, Zahhak, Hasan, Katade, Suddi ve Rabi ibn Anas qatarlıqlamı şunun oxşaş dedi. Allah'ın gazibiga uçurdi. Muhtajlıqqa çümdi. Ula şununğa aqliqdir. Ularning şundaq bo'lishi taqdirida ve şeriat hükmüde putilib ketgandir. Şuna Allah Teala mundaq dedi. Bu ularning Allah'ın ayetlerini inkar qilganliklari ve peygamberlerini nahaq o'ltirganliklari uchundir. Yani ularni mushundaq bo'lishga elib borgan sabab ularning o'zini cho'ng tutishi, tajovuzchilik ve hasad qilishidir. Şunun bilen ularning aqibati ahiretning xorliqiga tutishadigan xorliq ve muhtojlik bo'ldi. Ularning Allah'ın fermanıdan çıkıp ketkenlikleri ve Allah'ın çeklemesinden işip ketkenlikleri üçündür. Yani ularning Allah Teala'nın ayetlerine kafir bulganlığı, peygamberlerini öldürgenligi, Allah Teala'nın buyruqlarına asilik kılganlığı, Allah Teala'nın çekligen işlerini kılganlığı ve Allah Teala'nın şeriatine tacavuz kılganlığı sebebidindir. Allah bizni onundan saklasın. Ula bir xil emas. Ahli kitaptan, yani Yahudiler, Nasaralardan keçileri Allah'ın ayetlerini tilavet kılıp turduğan ve secde kılıp turduğan bir cemaat kişiler var. Ula Allah'a ve ahiret günüge işinidir. Yaxşı işlağı buyuruydu, yaman işlardan tosudu. Hayırlik işlarını kılışqa aldıraydı. Eni şula yaxşıladındır. Ula her qandaq yaxşılıqni qılsın, u bekar ketmeydi. Allah taqvadarlarını obdan bilidi. Şübhisiz ki kafirlarning malları, balları Allah'ın azabı aldıda hergiz hiç nersige dal bolanmaydı. Ula dozaq ahlidir. Dozaqda mengü qalıdı. Ularning bu dünyada riya qilib bergan sadaqalari özleriga zulm qilgan bir qavmning ziraatiga tegib, onu nabud qilib etgan soğuq shamolga o'xshaydi. Egillarining gunohi tufaylidan nabud qilingan bu ziraatga o'xshash, Allah ularning yaxshi amallarini barbod qildi. Ularga Allah zulm qilmadi. Va lekin ular özleri zulm qildi. Ahli kitap ichidan musulmon bo'lgan kishining ortiqchiligi to'g'risida Muhammad ibn Ishaq ve başqalar İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Hakikaten bu ayetler Abdullah ibn Salam, Asad ibn Ubayd, Sa'laba ibn Sa'ya, Usayd ibn Sa'ya ve onundan başka ahli kitap alimlaridan iman keltirgan kishilar to'g'risida tushdi. Yani ahli kitaplarning ichidan ilgari ayıplanib o'tgan kishilar bilan ularning ichidagi musulmon bo'lganlar barobar emas. Şuna Allah Teala mundaq dedi. Ular bir xil emas. Yani ularning hammasi barobar emas. Belki ularning ichida mu'minlarmi ve zalimlarmi bor. Şunun için Allah Teala mundaq deydi. Ahli kitaptan, yani Yahudiler, Nasaralardan keçileri Allah'ın ayetlerini tilavet kılıp turduğan ve secde kılıp turduğan bir cemaat kişiler var. Yani ahli kitabının içinde Allah Teala'nın buyruğu bilen mağdıgan, şeriatiga boysunadigan, peygamberlerge ergişidigan, keçileri teheccüd namazı okuydigan, namazlarida Kur'an okuydigan kişilerin var. Allah Teala bu vaqti mundaq deydi. Ahli kitap arasida hakikaten Allah'a iman keltirdigan, sizlarga nazil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nazil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi.
ular har qanday yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Balki Alloh ularga to'liq mukofot beradi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Ya'ni har qanday kishining qilgan amal ibodati maxfiy bo'lmaydi va yaxshilik qilgan kishining ajri bekor ketmaydi. Ondan Alloh taolo mushriklarning kofirlaridan xabar berib mundaq deydi: Shubhisizki kafirlarning mollari, ballari Allah'ның azabı aldıda hergiz hiç narsaga dal bo'lolmaydi. Ya'ni Alloh taolo kafirlarni azoplamoqchi bo'lganda, Alloh taolaning azobidan ularning mol mulklari va ballari qutuldira olmaydi. Ular dovzax ahlidir. Dovzaxda mangu qoladi. Kafirlarning qilgan sadiqasi to'g'risida Allah kafirlarning qilgan sadiqasi haqida misol keltirib mundaq deydi: Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadiqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib, uni nobud qilib o'tgan sovuq shamolga o'xshaydi. Ata bu oyatdagi sovuq shamol degan so'zning ma'nosi ushuk va mo'ldir deganlik bo'ldi dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma va Mujahid köydürüdüğün ot deganlik bo'ladi dedi. Bu İbn Abbas radhiyallohu anhumanın burun degan so'zi bilan o'xshashdir. Chunki qattiq sovuq shamol xususan mo'ldir ziroat va mevalarni xuddi bir narsani ot köydürgandek köydürüp etadi. Ya'ni qattiq sovuq shamol yoki ot pishqili az qalgan ot, qattiq sovuq shamol yoki ot pishqili az qalgan ziroatlarga tushsa, ziroatlarni vayron qilib, uning mevasini yoki dinini to'kib o'tadi. Shuning bilan ziroatning egisi hosulga eng muhtoj bo'lgan vaqtda uningdan ayrilib qoladi. Xuddi bu ziroatning mevasi yo'qolib ketganiga o'xshash, Alloh kafirlarning bu dunyoda qilgan amal ibodatlarining savobini yo'q qilib etadi. Shuningdek, ular yaxshi amallarni asqatmaydigan narsalar orqali elib bordi. Ularga Alloh zulm qilmadi, va lekin ular o'zlari zulm qildi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-Imron tafsirining 117-oyatgacha angladinglar. Oxirini keng qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.